20-asr o'zbek adabiyotining yorqin siymolaridan biri Abdulla Qahhor. U 1907-yilda Qo'qon shahrida tug'ildi. Bolaligidan kitobga mehr qo'ygan yosh Abdulla hayotning achchiq-chuchuk tomonlarini sinchiklab kuzatdi. Ana shu kuzatuvchanlik keyinchalik uning butun ijodining asosiga aylandi. Qahhorning dastlabki hikoyalari o'zbek nasriga yangi ruh olib kirdi. O'g'ri, bemor, sinchalak kabi asarlar oddiy odamlarning taqdirini kulgu va achchiq haqiqat bilan uyg'un holda tasvirlab, o'quvchini o'yga to'ldiradi, tarbiyalaydi. Adib nafaqat hikoyanavis, balki yirik romannavis va dramaturg sifatida ham ulkan meros qoldirdi. Sarob, Qo'shchinor chiroqlari, Tobutdan tovush kabi asarlari o'zbek adabiyotiga yangi bosqich yaratdi. Adabiy jarayonga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Abdulla Qahhor o'z halolligi, o'z qalamiga sodiqligi bilan ajralib turadi. Uning asarlari bugun ham o'qiladi, sahnalashtiriladi, o'rganiladi. Chunki Qahhor yaratgan obrazlar hayotning o'zi, insonning o'zi. Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotiga beqiyos meros qoldirgan buyuk so'z san'atkori. Uning nomi va asarlari hech qachon unutilmaydi.